Assalomu alaykum aziz yangi bozorliklar. Mavsum boshida xabar qilganimdek, hozirgi kunda tumanimizda 2025-yilning 6-mart kunidagi Yangi bozor tuman komissiyasining 18-sonli yig'ilishida 2025-yilning 15-martdan 15-aprelga qadar tumanimizda favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish va fuqaro muhofazasi oyligini o'tkazish belgilanganligini eslatib o'taman va tadbirlar davom qilmoqda. Favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish va fuqaro muhofazasi oyligi tadbirining o'tgan 25 kuni mobaynida Yangi bozor tumanida quyidagi ishlar amalga oshirildi. Jumladan, tumanda mavjud bo'lgan ijtimoiy soha obyektlarining 46 tasida, iqtisodiyot obyektlarining 43 tasida, ovqatdan zaharlanishning oldini olish bo'yicha 70 ta davlat va tadbirkorlik obyektlarida o'rganish ishlari olib borildi. Ovqatdan zaharlanishning oldini olish bo'yicha o'rganishlar davomida 104 kilogramm mahsulotlar iste'molga yaroqsiz bo'lganligi sababli iste'moldan olib tashlandi. O'ta xavfli yuqumli kasalliklarni oldini olish bo'yicha 22 marotaba jami 589 nafar fuqarolar bilan suhbatlar olib borildi. 62 ta ta'lim muassasalarida fuqaro muhofazasi kuni tadbirlari tashkil qilindi va 22 ta obyektlarda ochiq eshiklar kuni tadbirlari, 3 ta obyektda maxsus taktik o'quv mashg'ulotlari o'tkazildi. 3 marotaba namunali muhandislik muhofaza inshootlari mavzusida o'quv seminarlari bo'lib o'tdi. Favqulodda vaziyatlarda davlat tuzilmalari tashkilotlaridan 21 tasida fuqaro muhofazasi tuzilmalarining shayligi o'rganildi. Shu bilan bir qatorda tadbir davomida 9 marotaba televideniyada, 52 marotaba obyektlar radio tarmoqlarida, 6 marotaba Yangi bozor ko'zgusi gazetasida, 14 marotaba ijtimoiy tarmoqlarda chiqishlar qilindi. 29 ta turli o'lchamdagi bannerlar o'rnatildi. Bitta tablolarda 6 marotaba roliklar va e'lonlar joylashtirildi. 4760 ta eslatma va bukletlar fuqarolarga tarqatildi. Sel va suv toshqinlarining oldini olish bo'yicha Amudaryo daryosining yaqin hududlarida 8 marotaba tushuntirish ishlari olib borildi. Tuman bo'yicha jami 89 marotaba seminar va suhbatlar o'tkazilib, ushbu suhbatlar davomida 24838 nafar fuqarolar qamrab olindi. Favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish va fuqaro muhofazasi oyligi tadbirlarini ishqoqlik bilan o'tkazish davom qilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.